Dağlarda kökleydi nava, Kardeşlerde gürleydi nava. Ezelden var yemiş yemiş, Söyüngenni küyleydi nava. Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Assalomu alaykum. Naq maydondagi Adil Kala vitaminli quvvat ichimligi olaydan hamkorlashgan Yangi Nava programmasi. Men Yangi Nava programmasidagi riyosatchi do'stlar istoq qilayman. Hammanglarga mendan muhabbatlik salom. Qadrli do'stlar, fursat hamon tavakkülchilarga mansub. Lekin fursat kelganlik qandaqdir g'alba qilishdan derak bermaydi. Gap sizning shu fursatni ching tutamasligingizda. Salla bexod qildingiz, fursat qo'lingizdan ketib qoladi, mag'lub bo'lasiz. Shunga fursat keldi hamon uni ching tutib, qadrlab, uningdan yaxshi natija yaratishimiz kerak. Bugungi 5 mayrimizga fursatni ching tutib, yaxshi natijalarning yor bo'lishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Unda bo'lsa programmamizdan boshlashdan avval bugungi son programmamizga qadam tashrif qilgan bog'lovchi ustozlarni bir tunishtirib o'tgan bo'lsam. Atoqli naqshchi, kompozitor, san'at tadqiqotchisi Abdulaziz Rahim Erkal afandim, qarshi olamiz. Dilshod Roydin afandim, qarshi olamiz. Magistr Amragul Abduqodir muallim, qarshi olamiz. Bundan boshqa bugungi son programmamizga bir qism shirkat mas'ullarimi alayda qadam tashrif qildi. Bugungi naq maydon qadam tashrif qilgan barliq aziz mehmonlarimiz o'xshashlar sizlarni qizg'in chavkinglar bilan qarshi olamiz. Xush kelibsizlar. Programmamizga qatnashgan mayirlar, agar haftalik yulduz bo'lsa, haftalik yulduz bo'lgan shu mayirimizni Xinjiang Taitay xalqaro sotchilik shirkati Taitay markasidagi qo'llaginlik tepki bilan mukofotlaydi. Munavvar mayirlarimizni Xinjiang Shahla xalqaro sotchilik shirkati Shahla markasidagi bir yurish ter asrash buyumlari bilan mukofotlaydi. Agar programmamizga qatnashgan bizniki talaylik tomoshabinlarimiz orasida talaylik tomoshabin bo'lib chiqqan aziz mehmonimiz bo'lsa, o'xshashlar ko'ng so'qimiz bor. Yana Xinjiang yo'lliq xalqaro sotchilik shirkati ta'minlagan yo'lliq markasidagi ko'ngaklar sizlar uchun qilgan adig'in so'g'imiz qabul qilasizlar. Bunaqta bo'lsa programmamizdan boshlab ketgan bo'lsak, programmamizning birinchi bosqichi bizning naqshimiz. Aşo kunjirat paydo bo'ldi o'tliq muhabbat, naz gülüşüm tabassumlarim, yürek soldi o'tliq muhabbat, naz gülüşüm tabassumlarim, yürek soldi o'tliq muhabbat. Sana sevgimni, bu kalbimni düşünersen mi? Mengü benim nigarım bulup, sevgi feyzini sürersen mi? Mengü benim nigarım bulup, sevgi feyzini sürersen mi? Akşamda gülledim seni, yar sevgimni anladın sen. Sana kuygen teşna kalbimni, kaçangacha bilmey yürersen. Sana kuygen teşna kalbimni, kaçangacha bilmey yürersen.
Sunarsam sana sevgimni Bu kalbimni şişinersen mo Mengü mening nikorim bulup Sevgi peysini süralasan mo Mengü mening nikorim bulup Sevgi peysini süralasan mo Sevgi peysini süralasan mo Bu kalbimni şişinersen mo Şükürsiz. Bizden qarindoshlarımızga qizg'in salomingizdan bir yo'llab o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi ko'ruvchilar va naq maydondagi tomoshabin do'stlar, baliq ustozlar, menlarga Nizam Qashqar yerdan kelgan men sendan o'tliq salom va a'lo ehtirom. Rahmat, Mamtiman. Qanday bir xil jiddiylik ifodasi ko'rilyapti-da? Ha? Kelishib qoldim. Demak, sizlar shunday cho'ng sahnalarda tunji qilib chiqishinglarmi yoki bu sahnalar kunukmi? Men tunji qatim chiqishim. Odat nima bilan shug'ullansizlar? Men endi odatda musiqa shug'ullanaman. Musiqa ishlar ijorat qilib degan ishlar. Kasbinglar shu musiqa ishlash shundaqmi? Demak, endi hozir o'rilgan naqshanglarchi? Bu o'zimni ijodiyati. Bundoq. Tekstni bir do'stim istagan ijod musiqasidan ijorat qilib o'zimniki. Demak, endi sizlarning o'zinglarning xarakteringlar shundoq ig'ir bismi yoki bu musiqa bilan naqsh bilan shug'ullanadigan bizniki mayirlarimiz asosan xushchaqchaq yoki bo'lmasa shosh deb qo'yamdik, shundoq keladi. Bu sizlar bek yuvoshlab ketdinglar. Buning bir sabab bormi? Ha. Albatta, cho'ng sani tunji qatim chiqishim bo'lg'achsa jiddiylashiib qoldimmi? Qo'rqatam sizlar tomosha qilyapsizlar. Ha. Sen jiddiylashiib qildinglarmi? Çünkü birinci numaralık mayırımız yine bugünkü nava programımızdan tunji nafsini siz yangrattınız emasmi? Bunu düşünüşkü buldu. Koşunda olsa biz bağlıqçı ustazlarımızdan sizge bergen bahasını anlap bakayla. Assalamu alaykum hurmatlik tomoshabinlar. Bizning mayırlar, Mamtiman. Va alaykum assalom. Qanday qavolingiz yaxshimi? Yaxshi. O'zingiz ijod etma buni sha. Ya, o'zimni ijodiyati. Birinchi kupleti, ikkinchi kupleti ahang o'xshash. Fakat birinci kupletni bir oktava tuvan. İkinci kuplet evlisi izhar qildim sana muhabbet, arha qildim sana sevgini. Bu anın 8 oktava bir oktava 2 itilishki. Bu ahang birlik kuplet ahang. Birinci kupleti tuvandan etildi. İkinci kupleti onun 8 oktava yuqori etilgan. Naqshning qilchilqi qiyinlik darajasi yo'q hisobda. Yani siz burun şu nakşı müzikle şug'ullanganmi ijodiyatlar? Men shu Hadilar yeng qilyapsizlar. yeng qilyapman. Yeng boshlashgan. Yani biz qadalib ketdik 30 yil shu jiq naqshlarni anglab. Shu naqshning qurilmasi birlik obdatga. Tekisini Tekisini bir do'stim istagan. Bu tekisini muhabbetli tekislarga yaxshi. Naqsha ashtaq. Lekin o'rlashingiz yaxshi, ovozingiz yaxshi ekan. Ovozingiz xeli yo'qmishtaq, ammo bu naqshlarni shunday tushidi ekan. Monodiki shu naqshasida tirishsangiz sizning sharoitingiz bor ekan naqsh etishda. Hissiyotingiz yaxshi. Sahnadagi taqdirqingiz makasimi deb berishibdi. Sho'rligi ziqlar. Sho'rlarimiz ziqlarni qapqar ajoyib. Bir xil chiroyli qildingiz sahnaga qilyapsiz shu. Bunday yaxshi. Onu da gap yo'q. O'rlashingiz yaxshi, lekin ahang endi ras desak, bak oddiy ekan. Birlik bo'ldi ahang ham bu ikki grupni ko'tarib yetibsiz. Buningdek mushu o'tgandan o'zingiz texim yaxshi naqshlarimiz bor-da. Bor. Sizga ixtiyor bo'lsin. Rahmat. Salam Mamtiman Hüseyin. Va alaykum assalom. Siz avazınız dairesi kengri xasligi bor. Erlar o'tir ovoz tusiga ega bo'lgan bir sharoit yaxshi ovoz ekan. Endi tushunarsam bu nomli bu ijodiyatingizni xeyli jo'shqin, yaxshi o'rinladingiz. Taklifim sahnada texmi yurak titrek bo'ling. Bizning birinchi numaralık mayırımızmı özünün numarını ko'rsatdi. Endi qizg'in alqishlarimiz bilan ikkinchi numaralık
G'o'lji diyardan kelgan 3-umrlik mayirimizni yana böyle qizg'in olqishlarimiz bilan tabriklatgan bo'lsak, Rahmat. tug'im G'o'ljidan keldingiz, ha? Keskili deyaptim G'o'lji diyardan kelganda. To'g'rimi? Ha, G'o'ljidan keldim. Buni yuqori kuyovimizdan anglash orqali yurt sevgisiniki hammamiz tunji qadamimizni bosgan har damda, har bir sahnada oldi bilan boshlaydiganimiz bizning yurtga bo'lgan muhabbatimizga. Shu kuyovimizdan anglagandan keyin G'o'ljidagi qarindoshlarimiz ko'proq aytadi bu kuni. Cho'qim G'o'ljilik deb faraz qilgan. Unda bo'lsa o'zingizdan qizg'in salomlaringizni televizor ekran oldidagi do'stlarimizga yetkazgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Naq maydonda va televizor oldida o'tirgan do'stlar. Assalomu alaykum. Meni beqib cho'ng qilgan, hamda o'sha ovozni menga ato qilgan mehribon ota-onam, hammanglarga Ramiladan o'tliq salom. Xo'sh, Ramila, odatda qaysi kasb bilan shug'ullanasiz? Men Şinjan Universitetining tarjimonlik kasbida o'qiyapman. O'quvchi? Ha. Ha, bundaqdan qanday tarjimonlikda o'qiyapsiz? Bu san'at bilan qanday bog'lanib qoldingiz? Qaraganda bek havas qildi ekansiz, ha? Kasbga. Havasni qilmayman de. Ha. Lekin shu uydagi hammamiz kichik naqsh etadigancha men tug'ilsamla. Tug'ilishni bilib oldingizdan, ha? Ha. Shu tug'ilsam naqsh etadigan shu mangni singib qolgan o'xshaydi qaraganda. Bundaqda cho'nglar shu san'at bilan shug'ullanadi. Oilada sizlarchi, masalan, farzandlar. Akangiz, achangiz? Ya, hadam bor, inim bor. Ha, ular san'at bilan shug'ullanadi. Demak, shularniki ta'sirida. Lekin bunda sahnlarga chiqib naqsh etmaydi. Ha. Uylarda odatda ish pishig'ini chiqarish uchun aytib qo'ydi. Ha, unda bo'lsa shularniki, uydagi qarindoshlarniki yuksak bo'lgan bir vazifasini siz ustingizga kelib cho'ng sahnaga chiqsiz desak, to'g'ri bo'ladi. Shu uydagi 4 jon vokalatdan men chiqdim. Bulida unda bo'lsa, bizning bog'lovchi ustozlarimiz qanday baho berar ekan anglab boqaylik. Salom Ramila qiz. Xush kelibsiz navozlarimizga. Rahmat. Bu yo'llig'im degan bu naqshni sizdan boshqa bundan burun bir qancha muayirlar aytib kelgan-ku. To'g'risi shu G'o'ljidan kelganlar ko'proq aytdi buni. Bu naqsha hozir siz aytgan shaklda aytilyotdi. Asli bundaq emas. Men yomon kichik bilganman bu naqshni. Tekstni mazroq masala var. Yo'llig'im bo'lsin sana, qo'yningga salg'in ol meni. Yo'llig'im bo'lsin sana, qo'yningga salg'in ol meni. Yo'lliq tutyapti bir ol meni. Yarga her sig'inganda turib yodingga olg'in yor meni. Siz yo'llig'im bo'lsin sana, qo'yningga salg'in yor meni bo'lib qoldi. İkinci misra saçtaldı. Al yar meni, qo'yningga salg'in ol yor meni bo'lib qoldi. Bunun ahangında yolluğum bulsun vay sana koynungu sağın al meni ersiğin ganda diye yeri yok bunun ersiğin ganda pravey can omuğum yadın algın ya meni Gitsen yalğız üzen, Irak ermez yol ağrısı, sen üzen ketken bilen ey can omuğum, kaldı yüreknin parısı. Muştaklarım bu. Çıkkılik oldu. Bu hazır sene var bunu özgürtük ettim mi? Azık yaşlar köpüsü muştak ediyordu. Nakşının prakşivileri nayt yakşı. Rahmat. Hele cayık apardınız prakşivilerin. Avazınız azırak duraksızlık var. Şimdi yeni bir meşgul kalmışsınız. Tekim avaz turağılarak olsa prakşivilerine tekimi toluğarak alırsınız. Bu nakşı kıl mükemmel çıkıdı. Bu cihette monodisizlik yaşkansız, monodikin bu nakşıların içinde çıktırışın. Cık ügünün, cık ızdının, cık meşgulun. Şu vakti da pişip çıkıdı bu nakşı. Severiniz gün götürüldü. Selamet yer olsun. Ramilem Ömercan, hoş geldiniz. Avazınız caranlık, xeyli hissiyatlı bay bir avazken. Yolluğum bolsun sana namlıq bu nakşını mı? Xeyli asas cihetten özünüzdeki şaraytığı masalda muğluk koruludunuz. Körünüp durdu sahnege, mandaq çoğun sahnelerge tüncü etim çıkışınız okşaydı, şundak mı? Sahnede azırak ciddileşişler körüldü. Gerek yok. Sizde bir yaxşı şarayt var. Davamlıq bolsamış avaz ilmide, nakşlarındaki sözlerini eliş, bayıklı şatkamda öttiğim ahangdaki azırak turaksızlık müşcihetlerde davamlıq
mükemmel sistematik öğrenişe ehemmiyet verin. Ahmet tileymen. Numurluq mahirimiz özünün numarını ko'rsatib o'tdi hamda qizg'in olqishlarimiz bilan 4-numurluq mahirimizdan sahnamizga taklif qilamiz. Marhamat. Düşlem kaldı içimi o sinede. Seni mihrim bilen güttey şu yerde. Sığındım yağmursiz muştu günlerde. Sen o mendek sığınmam sen mu. Sığındım yağmursiz muştu günlerde. Sen o mendek sığınmam sen mu. Güllerden şebnimi vurdu yüttü. Ezildim firakım canımdan öttü. Güllerden şebnimi vurdu yüttü. Ezildim firakım canımdan öttü. Bağrım hicranım acep kanattı. Sen bu mendek sığınmam sen mu. Bağrım hicranım acep kanattı. Sen bu mendek sığınmam sen mu. Bulaklar hasretini döktü gözümge. Bulbulun alisi göçtü önümge. Kaderimni yıldız kıldım yalnız dönümge. Sen bu mendek sığınmam sen mu. Kaderimni yıldız kıldım yalnız dönümge. Sen bu mendek sığınmam sen mu. Hayatım çölünün gülhane sensen. Nigarım aşkında köyden öter. Hayatım çölünün gülhane sensen. Nigarım aşkında köyden öter. Bilem sen üçün yaşayman erken. Sen bu mendek sığınmam sen mu. Bilem sen üçün yaşayman erken. Sen bu mendek sığınmam sen mu. Sen bu mendek sığınmam sen mu. Siz bilan bir qisqacha tunishib o'tgan bo'lsak, salomingizni yo'llab o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, sevimli saboqdoshlar, sizlarning hammalarning mush vaqt xayrlik bo'lsin. Sizlardan 4 mardan 30 salom. Odatda nim kasb bilan shug'ullanatdinglar? Kesdim buğaltırlık. Ha, buğaltırlık. Şuna endi ma kasbga nisbatan jarafroq bo'lg'achqa jiddiylashyapman demoqchi, shundaqmi?
Hamsi bu naqsh kasbini qanday yaxshi ko'rib qoldingiz? Men to'liq o'tirib tortib, 1 yil jarayonida men pianino o'rgangancho, shuni muzika kasbga qiziqaman men. Shu musiqani kelishim. Lekin endi hozir mush jiddiylik oltinglarni cho'qim bizningki bog'lovchi ustozlarimiz bir baho bergandan keyin pasaytdi deb o'yladim. Qani, undaqda bog'lovchi ustozlarningki bahosini anglab boqaylik. 4-numurluq Mayer, oldindan men sizning o'sha navoz sahnaga kelganligingizga, shundaqla siz emas, nurg'un Mayerlarning o'sha sahnaga kelganligini tabriklayman. Chunki bu bir har qanday odam mishaga cho'ng bir jur'at bilan kelish kerakda endi. Bu sahna nihoyatda surlik bo'ldi. Sizda shu ovozni qisib bilish bor ekan. Bu sizningki bo'yin harakatlaringizda, gavdalaringizda ifodalandi-da, sal kuchab qolganligingiz. Mushtaraklarda bilmasangiz yani yaxshi bo'ldi. Endi birsi shu yigitlar mayli qizlardan ayrilib qolsin, o'zining hasratini ifoda qilganda bak hasrat chekmay, mardona ifodalasanglar bo'ldi, yig'lab ketmanglar endi. Ya'ni shuningga ovozingizda jo'shqinlik bo'lsin. Mayli o'zingizning hasrat chekkanini ifodalang, lekin ovozingizda bir xil o'g'illarga, erlarga xos bir mardonalik ifodalansa bo'ldi. Buningdan keyin mushtaraklarga diqqat qilib kelsangiz, texnik yaxshi bo'ldi. İşleriniz neticeli olsun. Bizden 4. numaralık mayırımız mı özden numarını kösüp etti. Hem de en ahırkı mayırımız 5. numaralık mayırımızdan sahnemizi teklif kılımız. Merhamet. Kelgen kakul nun her cayda Kel kakul aşna bulani atansa hırmel Assalamu alaikum. Aleykümselam. Hoş geldiniz.
olsun. Hoş geldiniz. Xo'sh, unda bo'lsa siz bilan bir tanishib o'tgan bo'lsak. Assalomu alaykum. Bağlıqçı ustazlar, o'qituvchilar. Assalomu alaykum qarindoshlar, do'stlar, ota-onalar. Baynaya yatırıyızlar, tağçı 3. kent, 2. grupun kelgen Turan kız Abdullah'dan hammanglarga o'tib salom va oliy ehtirom. Turan kız xonim, baynayisida nima xizmat bilan shug'ullanasiz? Baynayisida bizning oila dehqon. Endi bu kasb bilan, naqsh kasbi bilan o'zingizning qiziqishimi yoki bir muntazam tarbiyalandingizmi? Mushtat so'zlab boqamsiz. Men bo'lsam, ota-onam kasbiy dehqonning qizi. Ben küçükümden tug'ilishimdan san'atga qiziqdim. Shunga kichikimda o'qiyamagan sabab bo'lsin, o'zimning tirishchanligi bilan bir natija yaratib boqay deb, mushunga sahnasiga chiqib qoldim. Xo'sh, unda bo'lsa bizning bog'lig'ichi ustozlarimizning qimmatli bahosini anglab boqaylik. Salom, Turan kız Abdullah. Alaykum assalom. Siz ovozimiz yo'ruq, ayollar yuqori ovoz doirasiga tava bo'lgan bir ovozken. Ko'k namliq bu naqshinimi udarlar to'g'ri, bir qadar sal oddiyroq qilib o'rinladingiz. Sahna kiyimlaringizmi xoslik bor, milliyatligi bor, yarishimliq bo'pti. Tavsiyarim sahnada yanama erkinroq, sal yuraklikroq bo'ling. Omad tilayman. Rahmat. Qattiq namliq bu san'atçısın etti bu narsa. Siz nayt yaxshi o'zingizni moslashtirib, yaxshi o'rladingiz. Turak şeyleri, naqsh asosiyatini to'liq chiqdi, lekin biroz jansizroq bo'lib qoldi. Texnik jo'shqin, texnik hissiyotliq, shu ba'zi oladigan yerlarni texnik to'liq turak şeylerini texnik inchikroq asos texnik yaxshi chiqadi. Siz mana naqshni biroz tuzroq aytib qo'ydingiz. Urg'usi yo'q-ku, naqsh deganing urg'usi bo'lishi kerak. Day 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 hissiyat urg'usi kirsa day 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 tuzilib qolsa tegmaydi. O'sha yerni biroz izning. Sizlarga Rahmat bog'lig'ichi ustozlar. Mana bizningki birinchi bosqichimiz, bizning naqshimiz bosqichimi qalbalik oxirlashish oldi turyapti. Biz qolgan 4 moyirnimi qizg'in olqishlarimiz bilan sahnamizda taklif qilamiz. Marhamat. Unda bo'lsa, naq maydondagi aziz mehmon, siz parast beqam. Sizcha bu haftalik yulduz qaysi mohir bo'ladi? To'g'ri parast qilgan taleylik tomoshabinimizga bizning ko'ngil so'g'imiz bor. Ya'ni yo'lliq xalqaro so'zi chekish sherikti ta'minlagan yo'lliq markasidagi ko'nglik. Birinchi numurliq mayir atlik yulduz deb qarayman. Bu san programımızda 3. numurluq mayir haftalık yulduz oldu. Menimcha 2. numurliq mayir atlik yulduz bo'ldi deb qarayman. 4. numurluq mayir haftalık yulduz oldu deb qarayman. Menimcha bu qatimqi Nova programımızda 5. numurluq mayir haftalık çolpan bo'ldi deb qarayman. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansi bilan Xinjiang va Siyot madaniyat tarqitish chekish sherikti birlikda o'tkazgan Qizil kalla vitaminli quvvat ichimligi olayga hamkorlashgan Yangi Nova programmasi. Yangi Nova programmasi programmamizga qatnashgan mayirlarimizga katta sovg'atlarni hozirladi. Programmamizga qatnashgan mayirlar agar haftalik yulduz bo'lsa, haftalik yulduz bo'lgan mayirimizni Xinjiang Taitay xalqaro so'z chekish sherikti Taitay markasidagi kollagillik tip bilan mukofotlaydi. Munavvar mayirlarimizni Xinjiang Shahla xalqaro so'z chekish sherikti Shahla markasidagi bir yurish teri asrash mayirlar bilan mukofotlaydi. Xo'sh, amdiki tanlash fursati naq maydondagi aziz mehmonlar, sizlarning qo'linglarda. O'zingiz talantiga qoyil bo'lgan mayirimizning rad numerini yuqori ovozda to'g'ilg'ash, qo'lingizdagi bir tal biletni odil lillah tashlasangiz. Qani unda bo'lsa, bilet tashlash boshlanadi. 5 4 3 2 1 Natijalar ko'rsana bo'ldi. Keyingi bosqichga g'albalik o'tgan 4 moyirimiz tayyorlab turinglar. Ikkinchi bosqichga o'tamay qoldingiz. Hozirgi hissiyotingizni bilib boqaylik. Hozirgi hissiyotim menbek boysunib ketdi. Bu yerga kelish ma'mur sinoq. To'g'ri. Ham bir fursat naqsh etish sahna fursati deb o'yladim. Baytimizdagi bog'liq ustozlarimiz sizga baho bergan vaqtidagi yetersizliklarni cho'qim tunib yetdingiz deb o'yladim. Ha, tunib yetdim. Ha.
Bundan keyin nava sahnamizga yana qandayroq bir tayyorliklarni kelmoqchi. Bundan keyin davomli tirishib, yaxshi natijalarni elishga tirishmayman deb o'ylayman. Bo'ladi, rahmat Jur'atda. Haqiqatan Jur'atda bir xil ismi jismiga loyiq jur'atlik ruhi bor ekan. Chunki bizningki Harsan programmamizda ikkinchi bosqichga o'tamigan moyirlarimizning psixikasida intoyin bir xil to'solg'i paydo bo'ladi. Ya'ni ko'ngli beorom bo'lish, ko'ngli yerim bo'lish, xafa bo'lish degandek. Jur'at hozir texmo o'ziga bo'lgan ishonch chiroyda ifodalanib turibdi. Albatta Jur'at sizga bizning ko'ngil so'g'imiz bor. Xinjiang Shahla xalqaro sotsial shirkati ta'minlagan Shahla markasidagi bir yurish teri asrash buyumlari siz uchun qilgan so'g'imiz qabul qilgan bo'lsangiz. Bo'ldi, rahmat. Mana bizning birinchi bosqichimizmi g'alabalik oxirlashdi. Endi biz programmamizning ikkinchi bosqichini boshlaymiz. Programmamizning ikkinchi bosqichi Ben seni kırıp canan Hemge mutla buldum Hemge mutla buldum Ut yaktı yüreğimge Aşk bir kara buldum Aşk bir kara buldum Ayav yarek Allah'yek Akayda sende gül barek Ateş yüzlük cananım Cananım ey ayarek Vay gül yarek Vay gül yarek Vay gül yarek Vay ateş yüzlük cananım Ay boldi yılma boldi Senin otundu köy gelim Ay boldi yılma boldi Senin otundu köy gelim İntisar kıldım acep Ay yüzümü görgelim Ayav yarek Allah'yek Akayda sende gül barek Ateş yüzlük cananım Cananım ey ayarek Vay gül yarek Vay gül yarek Vay gül yarek Vay ateş yüzlük cananım Ayga okşaydı yüzüm Sultanga okşaydı gözüm Ayga okşaydı yüzüm Sultanga okşaydı gözüm Okşaydı navaberge Vay kılga şirin sızım Ayav yarek Allah'yek Akayda sende gül barek Ateş yüzlük cananım Cananım ey ayarek Vay gül yarek Vay gül yarek Vay gül yarek Vay ateş yüzlük cananım Şirketsiz qarindoshlar bosqichida to'liq sho'x bo'lgan bir kuyni o'rinlash orqali hammamizning kayfiyatini texmo bir yuqori baldaga ko'tarib o'tdinglar. Unda bo'lsa o'sha qarindosh bilan bir tunishib o'tgan bo'lsak, Bu yoq mening inim bo'ldi. bir qilsak Bir ininglar. qilsak inini. Ismi? Mehmet Irshad Hussein. Qo'sh unda bo'lsa ininglarniki og'izdan bir ish kelin so'z anglab boqayli. Assalomu alaykum, rahmatli tomoshabinlar va ekran oldida ko'rgan do'stlar va baholovchi ustozlar, hammanglarga o'tliq salom. Sizlar bizning navo sahnamizga
qatnaşqandek bir yodimda. İkinci kıtım katmışım. Mau ikki qatnaşdinglar shundaqmi? Aldın kıtım yana bir inimizni qarindoshlar chiqqan. Qarindosh bo'lib. Ha. Bu qitim endi akanlar qarindosh Akam bo'ldi. qarindoshlar. Ikkinchi qitim qarindosh, ham uchinchi qitim kimni o'ylashyapsizlar? Üçüncü kıtım özemiz çaktırın. Bizmi shuni demoqchi. Xo'sh, undaqda bizning bog'liqchi ustozlarimizning qimmatli bahosini anglab boqaylik. Мен bilan Hüsam qarindoshlar bosqichida mushu bosqichga to'liq moslashgan o'z qarindoshingiz bilan muqamdan ariya etkapsiz. Gerçi muqamning shu puraqla toza aynan etilmagan bilan, lekin muzika qurilmasi to'g'ri shakl. Sahnada xeyli jonliq, jo'shqin, ko'tarangi ruh bilan o'rinladinglar. Ovoz chiqsinglarmi, o'zaro moslashibdi bo'libmi, juqur to'van ovozlarning bo'linishi dal joyida bo'pti. Endi sizlarga mening tavsiyalarim, mush naqsh tanlaganda cho'qim o'zimizning hozirgi sharoitimizni to'liq aks ettirib beradigan ahang jihatichi. Shu naqsh tanlashga mahir bo'lsa degan umiddaman, omad tilayman. Bizning birinchi numurliq moirimiz o'zining qarindoshi bilan numerini ko'rsatib o'tdi. Hamda qizg'in olqishlarimiz bilan 3-numurliq moirimizning qarindoshi bilan sahnaga chiqamiz. Marhamat. Ömür yollarını açıp kettim, açıp kettim. Hayat kuşlarını açıp kettim. Tanıgan köpesinge bilgen ömrümü, ömrümü. Ben çok mısrada acınıp kettim. Tanıgan köpesinge bilgen ömrümü, yer gibi tutayım. Daim piyalemde meyturmaz bulup, meyturmaz bulup. Tutup bir gece tek yüzüp nalem. Her daim piyalemde meyturmaz bulup, meyturmaz bulup. Tutup bir gece tek yüzüp nalem. Senden köpekilge bölgen ömrümü,
Ölgen sepetinde ölgen ömrümü ömrümü Ben çoğum etmekte katılıp gittim Hatırlıp gittim Ben çoğum etmekte hatırlıp gittim Qurban qalımımız bilan tanışıp o'tgan bo'lsak, Assalomu alaykum, naq maydondagi aziz tomoshabinlar, ustozlar, yaxshimisiz? Men Shinjong pedagogik universitetining muzika fakultetidan Azmat bo'laman. Azmat. Unda bo'lsa, qanday madad so'zlari bor? Tilaklarni bir anglayli, Azmat. Bu nova programmasi orqali Ramilaning bundan keyingi san'at hayotiga yana o'zining kasbini yaxshi o'rganib, texnik yaxshi natijalarni qo'lga keltirishni umid qilaman. Rahmat. Sizlarniki men naqshi o'rlash jihatdagi hamkorliginglarmi? Hamda yana men baholag'ich bo'lmasam, azroq qistirib qo'ysam, o'zinglar siz bir misra, ikki misra aytsangiz, sizlar aytish orqali, bir-biringlar qarash orqali, ish qilib to'liqlash orqali men qarindoshlar bosqichidagi hamkorlikni aytib yaxshi g'alabalik o'rildinglar deb o'yladim. Hamsi bizning baholag'ich ustozlarimiz sizlarga qanday baho berdi ekan, bir anglab boqaylik. İşkalar najaqşı sizge avazı acı gitti. Küy ma naqshning küysel töven bu qaganda qildi. Shunaqmi? Endi bu ayollarning kuy o'rniga erlarning o'xshamaydi-chi. Ayollarning muzikasi yuqur yerdan töven etidi. Erlarning ovozining biroqda yuqur bo'ladi ovozi. Shu ayol bilan naqsh etgan vaqtida ko'p naqshlarda ayollarga to'g'ri ovoz erlarga töven kelib qoldi. Erlarning kuyida aytgan naqshi ayollarga yuqur kelib qoldi. Mutlaq ahvollar biz davomli ayol biz unaqa vaqtlarimizda xizmat qilib aytganimizda bu kuy to'g'rilib xeyli iznimiz. Ayollarnikini sal tushirib, erlarnikini sal ko'tarib, aytaq bir amallarni qilamiz endi. Men naqsha yaxshi o'rinlandi, sizga sal shu ovoz kuy sal tuvan bo'lganda qildi. Ikkinchidan sal so'zlar muzikada azroq so'zlik bor, ishqlarning yetishtirmak bir xil. Gerçi bu naqsh o'zimizning liriklikmida, nima asarchilar mana naqshga shuning o'ziga tushliq bir jushqun nimasi bo'ladi-chi. O'sha azroq bir so'zlik bor naqshda. Ay day 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 azroq bir jushqun bir turoq she'rlar chiqib sal so'zib qoldi. Lekin asosiyat naqshning turoq she'rlari hammasi joyida o'rinlandi. Chiqinglar biringlar oyoqda biringlar maqtir olgan men hep kelib bir o'tishib bir. Yo'qmamsizlar? Buni naqsh etganda mushtaq arlaq saqlanglar. Shumi? Bo'ldi. Sahna chiroq turdi, yomon chiroq turib oldinglar. Qutlaymiz sizlarga. Bizning 3-numurluq mahirimiz o'zining qarinishi bilan numarini ko'rsatib o'tdi. Hamda 4-numurluq mahirimizni qarinishi bilan sahnamizda kutamiz. Marhamat. Ana zaminning chiraqi, ota insonning yuragi, ana farzandning bo'stonlik beg'i, ota bu dunyodagi eng xolis inson. Farzandning ota-onaga bo'lgan muhabbati eg'izchi bo'lsa, ota-onaning farzandga bo'lgan muhabbati dengizchi. Biz farzandlar onaning yuragida yashaymiz. Otaning tilida yashnaymiz. Onamiz hayot, chayimiz qaynoqliqdan. Onamiz hayot, tamaqimiz tayyor. Onamiz bor, kiyimimiz pokiz. Otamiz hayot, g'amimiz yo'q. Ota-onamiz bor, biz bor, bizning go'zal kelgusimiz bor. Ko'ngillar ona bir qo'lida beshik tavrasa,
bir qo'lida jahonni tavirtidi debdi ekan. Haqiqatan shundoq. Ana tinim tapmay, balam bag'rim deb yashab, butun jahonni tavirtidi. Farzandlarning parlaq atisi uchun o'chmas gulxonlar yoqidi. Farzand ko'zidan tomchi yosh oqsa, ota-onaning ko'zidan emas, yuragidan qon oqadi. Ota-onalarning bizga so'ndirgan ajri va kutgan umidini har vaqt unutib qolmasligimiz kerak. Chunki ularning egilgan qaddi qomati, chiroyidagi har bir o'zgarishlar, tal oqargan chochlarda har bir farzand bo'lg'uchining burchi va haqqi bor. Dilekler qani Jafa bilan cho'ng qolgan mehribonlarga bala bo'lib yondurgan javobim qani armonlarına vücud edip vergen umurlarına atan seni yetkizgen armonlarına vücud edip vergen umurlarına ananıqan sütuma Cevabım qani Ananıqan sütuma buyurunga bala bulup yandurgan cevabım qani Gelmeydi ular Kadirle ularni Hayat çığıda Dünyadan bir kesse Gelmeydi ular Kadirle ularni Hayat çığıda
qadrla ularni hayot chig'ida. Qarindoshlar bosqichimizga xush kelibsiz. Qarindoshingizni bir tanishtirib berasiz. Bu kardeşimin ismi Erşat Özü Aksu'dun. Şinjan Kesli Üniversitesi'ninki radyo uzunluğunun başlığı. Bektor deyli. Bayten bizniki qarindoshimizniki bayonlarni anglagandan keyin naq maydondagi barliq aziz mehmonlarimiz, ota-onalarimizniki ajrini yana bir qatim hurmatini tunib ketdi deb o'yladik. Ota-ona bo'g'ichi albatta o'zining barlig'ini farzandlarga ato qiladi. Mana bu bizniki qarindoshimiz o'zi bir farzand bo'lish sifati bilan ota-onasiga, ya'ni naq maydondagi barliq ota-onalarning hurmatiga, ota-onalar bo'lishga tegishli bo'lgan barliq esil bayonlarni o'ziniki ovozliq asar orqali yetkazib o'tdi. Qarindoshimiz hamda sizning bayonlaringizni anglab boqqan bo'lsak. Assalomu alaykum, hurmatli barliq ustozlar, muhtaram tomoshabinlar. Assalomu alaykum, ekran oldida o'tirgan televizor ko'ruvchilar. Hammalarning xush vaqt xayrli bo'lsin. Men bu qatimqi yangi nova sahnasida birodarim Abdukimga qarindoshlar bosqichiga birga kirganimdan nihoyat xursandman. Baya nasrini o'qigan vaqtida bek jiddiylashib ketdim. Tunji qatim cho'ng sahnada o'qib chiqishim, undan burun maktabning radio uzulida anglitishib berganda u ekranda chiqmagan ekan o'xshamaydi-da, buni bir kun ko'rib turmagan ekan. To'g'ri. Ammo hammadan qarab turgan kun bek jiddiylashib ekan. Lekin shundan muvaffaqiyat tamomladim deb qarayman. Hammaga rahmat. Rahmat. Demek mana şu sahnede, nava sahnesi turgan mahirler hemisi özniki haletini naq maydonda his qilalaydı, bilalaydı. Hem bizim ustalarımız şunu bayan qilib turib, tunib turib baha berdi. Şuna ba'zi mahirlerimiz pek yaxshi tayyorlik qilsa-mu, ama naq maydonga chiqqan vaqtidagi jiddiylik kayfiyati bilan o'zining talantini deganligidek joriy qildiramay qoldi. Yana ba'zilar bo'lsa, pek yaxshi joriy qildirdim deb o'ylaydi-yu, lekin biz baho bergan vaqtida ustozlarimizdagi kamchiliklarni anglagan vaqtida toza bayon qilolmaganligini tunib yetamiz. Shunga shu azizlarimiz o'zi naq maydonga chiqqandiki hissiyotlarini nima qilib sizlarga yetkazamiz? Bular o'zining amaliy ahvolini sizlarga yetkazsa, ustozlarimiz baho bersa, mana bu adil baho bo'ladi. Qani unda faqat bizning ustozlarimizning bahosini anglab boqaylik. 4-numurluq Mahir yuqorida javobin qini nomli naqshini ijro qildingiz. Naqshini endi umuman yaxshi ijro qildingiz. Ma numaringlarning shaklimi naqi yaxshi o'tdi. Nasr o'qish bu bir sizning naqshingizning ta'sirchanligini badiiy saviyasini ko'tarishda rol o'ynagan. Yaxshi bo'lgan. Musikangizni boya Amragul degandek, nihoyat muzika bilan mazmun nihoyat moslashgan yaxshi bir naqsh ekan. Endi naqshining mazmuni shu ota-onaningki ajridan tug'ilgan savollar ekan-ku, shuning javob so'rgan. Naqshini ninki estetik mohiyati deymiz endi. Har bir asarning, har bir naqshining estetik mohiyati, uningki mazmuni orqali kishilarni, tomoshabinlarni ta'sirlantirish, mazmunni ochiq ifodalab berish. Endi bu shuningdek har bir so'z, har bir so'zga ishlangan muzikalik ovozlar orqali obraz yaratib, naqshining mazmunini tushundiramiz. Shundaqmi? Boshqalarga tarbiya beramiz naqsh orqali. Shundaq ekan, naqshida bu mazmunning talabiga asosan odam butun vujudidan qaynab chiqqan jo'shqin hissiyat bilan aytish kerakdi. Bu naqshini shu chog'da sizniki naqshininki mazmunni yorqin yo'ritib bergan bo'lardingiz. Ovozingizdagi ovozni tutib olish, bo'g'ilish, mush taraflar mazmunni ifodalashda toza ojizlik qilib qoldi. Bundan keyin mush ovozingizni aytish tarafda bilim olsangiz, erkin bo'lsangiz, ovozingizni qo'yversangiz, boya degandek mazmunlar mush naqshininki haqiqiy estetik mohiyatini aytib berdi. Shundaqlar tomoshabinlar bo'lgan ta'sirchanligini texnik gavdalantirib berdi. Mush taraflarga diqqat qilishingizni umid qilaman. Bizning 4-numurluq mayrimizmi o'zining qarindoshi bilan nurun ko'zib o'tdi. Hamda eng oxirgi mayrimiz 5-numurluq mayrimizning qarindoshlari bilan sahnaga taklif qilamiz. Marhamat. Qara qara hayranib
Tanıştıran kıskanımızda, qarindoshlarımızdan biri tanıştırıp qo'yamsiz. Bu yoq meningki o'qituvchi ustozimning o'rnida hamkorlashib chiqish bagi akash, Yasinja akash bo'ldi. Bu yoq bo'lsa Nurahmatcha akash bo'ldi. Ustozlarning bahosini anglaydi. Qarindoshlar bosqichiga hamkorlashqingiz bilan bizning 80 yillardan nihoyatda moda bo'lgan, endi buni hamma odam asosan Uyg'urning deb his qiladi-chi. Bu bizning san'at institutida bizning darslik materialimizda bor. Biz o'quvchilarning birinchi yillik mezgillarida shu sayluqan yo'l ustida degan naqshini o'rgatamiz. Ko'proq erlar, o'g'il o'quvchilar ko'p berilgan material. Shunga biz niyat bo'lganki bu naqshniki endi kelish manbasi bizga aniq. Endi ma naqshga kelsak, naqshnimi buni bizning ataqli naqshchimiz Rashida Davud hadimiz aytgan. Shu hadimizning aytish uslubi, ahanglari hammamizning quliga yodib ketgan. Siz mani uning o'xshatmayroq o'zingizning shu yedik, yaqinlik ovozingizga moslashtirib, o'zingizga shunchalik yarashtirib yaxshi o'rinladingiz. Sizga omad tilayman. Tafsili naqshining gapini deyishga to'g'ri kelib qoldi. Bu mush madaniyat inqilobi davrida nurg'un kitoblar ko'ydirildi. Top bilan. Nurg'un naqshlar cheklandi, seriq naqshada. Shuninglar bir necha inqilob naqshidan boshqa naqshlarni aytishga ruxsat yo'q. Shu vaqtlar butun xalqimiz, yoshlarimiz naqshiga muhtoj. Ba'zilar gitar o'rgandi, shuning gitar chalgan bolalar chatning naqshisini gitar orqali Uyg'urchaga o'zlashtirib aytib keldi. Shuning bilan bu Uyg'ur xalqi orasida tarqalgan. Ba'zilar endi buni Uyg'urcha deb ketadi. Asl manbasi shunday. Naqshini yaxshi ijro qildingiz. Anadagi bir gapingizni tuzib qo'yay. Mushu Uyg'urlarda hozir moda bo'yatdi yoshlar. Hammasi akash deydigan. Akash degan gapni bu 4 yoshlik bola o'zidan yosh farqi 20-50lik yoki 30-40 yosh farqli odamlarning akashdisi to'g'ri keldi. Yosh farqlar chiq bo'lmagandan keyin aka degan to'g'ri atalg'imiz bor. Nurg'un sizlar emas, Nurg'un hozir nurg'un shu yoshlar moda qilib oldi-da, bu to'g'ri so'z, to'g'ri atalgan emas. Hozir kashf gazetida tilimizni to'g'rilayli degan bir ilmiy maqol chiqyapti-da, shunday so'zlarni to'g'rilashdi. Bu sizga emas, sizdan boshqa nurg'un odamlarga bir davotgan gap endi. Chunki bu sizning mabolishingiz to'g'ri kelmaydi. Uzun rahmatni chiqib sizga. Rahmat, balg'achi ustozlarning bahosini anglab o'tdik. Demak bizniki ikkinchi bosqichimizmi qalblik oxirlashish oldi turyapti. Undaqda qolgan moyirlarimizni sahnamizga taklif qilgan bo'lsak, rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, ko'rayotganinglar Urumchi televiziya stansiyasi bilan Shinjang va Sivot madaniyat taraqqiy cheklanish shirkati birlikda o'tkazgan Qizil kalov vitaminli quvvat ichimligi olay hamkorlashgan yil navo programmasi. Hamdiki tanlash fursati naq maydondagi tomoshabinlar sizlarning qo'linglarda. O'zinglar yaxshi ko'rgan, talantiga qoyil bo'lgan moyirimizning rad nomerini yuqori ovozda to'lg'ash, qo'lingizdagi bir tal biletni odil lilla tashlasangiz bo'ladi. Undaqda bilet tashlash boshlanadi. 5 4 3 2 1 Natijalarni ko'rsanglar bo'ldi. Yana bir bosqichga qalbalik o'tgan 3 moyirimiz tayyorlab tursanglar. Birinchi nomerlik moyirimiz. Xo'sh, demak oxirgi bosqichga kiramay qoldingiz. Shunda bo'lsa-mu, hozirgi hissiyotingizni bilib boqimiz bor. Mening bu yerga sebep men o'zim bir shu musiqaga qiziqqan ekan. Kesbi tarbiyani qilmagan, men o'zim shu to'rdan material kirib endi qilib o'rganganman. Shu o'rgangan narsalarni qancha dair o'rgandim endi. Shuni bir baliq ustozlarning ichjaydi, deyishadi. Yaxshi bağlanlarını yekin kerçek takımı. Bunda sizin bizim ko'ngil soğumuz var. Yeni Şinjan Şahla Xalqaro So'l Chekish şirkati ta'minlagan Shahla markasidagi bir yurish, teri asrash buyumlari. Qani, qabul qilgan bo'lsangiz. Mana bizning ikkinchi bosqichimiz qarindoshlar bosqichimi g'albalik oxirlashdi. Endi eng oxirgi bosqichimiz haftada bir yulduz. Postiklasine
Bütün kaldı, güzel gelmedi. Yollarımda derya bağladı. Bütün kaldı, güzel gelmedi. Yollarımda derya bağladı. Yoki shundoq taqdir azalda oshqlarning yo'li tormidi. Yoki shundoq taqdir azalda oshqlarning yo'li tormidi. Aşkların yolu tarmedi. Güzel cihanın bağı seynati, kız yigitler şu bağlı gül leylati. Güzel güzel cihanın bağı seynati, kız yigitler şu bağın gülü leylati. Bulbulsa bulbulda bazısta, güzel bulbula bağlı seydati. Gül bulsa bulbuğa bağlanırsan, güler bulbuna bağlı seydati. Alın güzel, hayat şirinden gözler, Yüzüğüde güzellik numarası. Alın güzel, hayat şirinden gözler, Yüzüğüde güzellik numarası. Kızlar ulan, kızlar ziba bapalı, kızlar vapa gülşenin o yektası. Yigitler çok yigitler, yigitler merdane, yigitler sügat senin antası. Uyuşturup aylıyorum asmanda, ama hemle çolpan bilen tuhası. Mihri şefkat silgida yaşlaydı, biz yigitnin vakti murat dünyası. Güneş vurulup ay uyurup asmandan, emra ağaç olsan bilen zühresi. Misri şeffaf çığıyda yaşlaydı, biz gitmen bekti murat dünyası. Alın güzel, hayat şirinden gözler, Sadakatten muhabbet salatası. Alın güzel, hayat şirinden gözler, Cennet bu güzellik dünyası. Alın güzel, hayat şirinden gözler, Cennet bu güzellik dünyası. Belkim taşlar bir güne, sen yaktırgın kişilersini. Belkim taşlar bir güne, sen yaktırgın kişilersini.
eğer anğım kim könglim sen onu zınhar zınhar eğer anğım aylar bir köpükken kim könglim sen onu zınhar zınhar eğer anğım kim könglim sen onu zınhar zınhar eğer anğım sen çalganda sensin uğrap alsa kışlar seni sen çalganda sensin uğrap alsa kışlar seni etrafında kim könglim sen onu zınhar zınhar eğer anğım kim könglim sen onu zınhar zınhar eğer anğım zınhar zınhar eğer anğım Bağlıqçı ustazlarımızdan ki şimayırımızda boğan ayrım fikrini anlataqaylı. 3 yıllık mayrımız Ramiyle. Hitin keldi, üzen kelmedi degan aslında yaxşı oldunuz. Qaraganda siz şu seni bir Tursun'un naqshlarga erişmen kesse. Seni bir Tursun'un naqshlarına ben 2 naqshlar, 3 naqshlar, ikisi seni bir naqshlar. Seni bir orulluğan, bir yolluğum ettiniz, 3. mal ettiniz, anıga abay aytırgan deb etkan ettiniz. Siz naqsh etish oldunuz, asas ettim şu Şimal'ın naqsh etish nimesi yatılı. Çünkü özünüz şimallık. Ma naqshni bir kadar yaxshi ügülüpsiz. Mesela yaxşı oruldunuz menimce. Tegimizдің bu bulaq yaman çoğu. Çoğur bu. Bunu üzek koysak, çata kılıp naqsh kesibini üzüp çıkmak yaman tez. Naqshni biz etayli. Bizni naqshi etip koysak, çata çıkıdı. Şunun için çoğum bunun buğan Tosya iniq aydın bulmusu bulmayıcı.
qattiq qilib zerikmay terikmay o'rganishimiz kerak. Buni jiq ajilsin desak, anadan keyin bundan natija chiqadi. Uzaki o'rganiliblar, ishqilib o'rganiliblar, etib yurib, yana va mushukan qo'l bu dizak bo'lmaydi. Bir oddiy bir naqshning bu ashna haqdagi yetkazib o'tish uchun yomonlik ajr ketadi. Bu naqsha seni bir shundoq bir kamalat yetkazib yaxshi o'rlagan. Siz yaxshi aytdingiz, ash seni bir tursunga yetkizak o'rlashga tirishing bo'ladi ekan. Kim? Sizga ixtiyor bo'lsin. Tranqız Abdullah, bu basqışda həmimiz yaxşı gördüğün tolumu yıqımlıq gülərdin, köngülge nəsihət namlıq naqşını et gəldiniz. Gerçi naqşının 2-ci kupletinin 3-cü mısrası, 3-cü kupletinin 3-cü mısrası qatarlıq 2 yerdə azraq odarğı kirəmməslikdək kiçikini məsələ görülgən bilər. Naqşını başdan axır çin jürükünüzdən amalının barç tirişib yaxşı orladınız. Gayretinizge barakallah. Ahmet Leymen. Dördüncü numurluk Mayer yukarıdaki nakşını Hekim Esen'in icat etti bu müzikisi. İşkanlar birleşip yaxşı icra kıldınız. Ma nakşı da sizin avaz çıkarışınızda biraz ilgirligen alametler görüldü. Hem de ağzınınki katık tutuyorsunuz mu astın taraflarını? Nakşı kısılıp kaldı. Hem de müşterepte bulunmasınız takım yaxşı oldu. Ma nakşını işkanlar birleşip yaxşı icra kıldınlar. Sizge emrah olan kızının mı avazını aytı, yanrakken. Onu sizge yandışıp nakşınızın ki bedeligini götürpedi. Hemminla bir-birden kılışmaydı yaxşı mayırlar kensler, hemminla rahmet yer olsun. Hoş, undaq olsa, şirket mesulları, kulumuzdaki 10 numurni bizden 3. numurluk mayırımız için verişini halısınız, numur taxtınızı kütersiniz buludu. 1, 2, 3, 4, 5, 50 numar mübarek olsun. Undaqda kulumuzdaki 10 numurni bizden 4. numurluk mayırımız için verişini halaydigan şirket mesulları, numur taxtınlarını kütersanlar buldu. 1, 2, 20 numar mübarek olsun. Hem de bizden 5. numurluk mayırımız için kuludaki 10 numurun verişini halaydigan şirket mesulları, numur taxtınlarını kütersanlar buldu. 1, 2, 20 numar mübarek olsun. Endiki bilet taşlaş hukuki naq meydandaki tamaşibinlerimiz sizlerning qo'linglarda. O'zinglar mahoratiga qoyil bo'lgan mayirimizdagi rad numurni yuqur ovozi tovlag'ash, lilla odil qo'lingizdagi bir tal biletni tashlasangiz bo'ladi. Bilet tashlash boshlanadi. 5 4 3 2 1 Neticelerini köz buldu. Mübarek olsun. Sizin 3. numurluk mayırımız Rami ile bu haftalık yıldız buldu. 3. numurluk mayırımızdan bu haftalık yıldız buldu da paras kılgan talaylık tamaşibinimiz. Sizge mi bizden köngül soğumuz var? Sizden Şinjan yolluk halkara sol çeklik şirketi temirligen yolluk markasideki köngülük bilen mukapatlayınız. Mübarek olsun. Şununla birge bizimki haftalık yıldızımız Şinjan TYT Halkara Sol Çeklik Şirketi temirligen TYT markasideki tollagirlik teklif bilen mukapatlandı. Münevver mayırlarımız bolsa Şinjan Şahla Halkara Sol Çeklik Şirketi temirligen Şahla markasideki bir yürüyüş ter asraş maylar bilen mukapatlandı. Biz muş münasebeti bilen riyasatçının kiyimini temirligen yolluk kiyimlerge alaydı. Rahmetimizni yetimiz. Hoş. Bunda olsa bizdeki haftalık yıldızımızga, bundakla münevver maylarımızga mukafat buyum takip verişke bağlıqçı ustazlarımızı hürmet bilen sahneyi teklif kılımız. Merhamet.